Nomeri qaranglar, 3ta 1. Xo'p, Narpaydan akamiz keldi, Sanjar akamiz. Instagramdan ko'rib kelganlar, xudo xolasa, bu mashinchasiga zadniy duga o'rnatib berdik. Bitta ahamiyat qarata o'rasizlar, polni nержавейка. Buni yerda chiqing aka. Buni baquvvatligini bitta o'zingiz ko'ring. Chiqing Jahon aka. Sakraysizlar. Akalar, bu zadniy dugan baquvvatligini ko'ryapsizlarmi? Boshidan narxini aytaman. Narxi 300 ming so'm mana shu zadniy dugamizni. Kelasizlar, yarim soatda o'rnatib beramiz. Undan tashqari bu mashinchaga brizgavkalarga qoplama, labo yozuvchasi ko'rishinglar mumkin. Bu 100 ming so'm. Bu ham qalin akalar, yaxshisi, sifatlisi, nержавейка va rezin tashab berdik. Qalinligi 1 sm, ichi ipli, yaxshisi akalar, ko'rishinglar mumkin. Ikki taraflama. Bir taraf splashnoy, ikkinchi tarafi tangachali. Rezinlarimiz ham hammasi sifatli mahsulotlar. Sanjar aka, o'zingiz bitta fikringizni aytib o'tsangiz. Hamyon bor birinchidan. Sifatiga javob, hammasi yaxshi. Mana dugalari ham zo'r. Instagramdan kuzatib keldim, ishlari zo'r. Narxi qanday aka? Narxi zo'r, hamyon bor. Hammasi 1 million 100 ming so'm bo'ldi. Dugamiz 300 ming so'm, brizgavik 100 ming so'm, rezin 700 ming so'm akalar. 1 santimetrlik bu. 05 06 emas, 05 06 qo'yaman desizlar, ular shu 600 ming atrofida chiqadi, lekin bu eng qalini 1 santimetrlik 700 ming so'mga tayyor bo'ladi. Sanjar aka, sizga katta rahmat. Xudo xohlasa yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Akalar, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.